Poytaxtimizdagi shahidlar xotirasi xiyoboni. Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Toshkentdagi shahidlar xotirasi xiyobonida qatag'on qurbonlarini yod etish marosimi bo'lib o'tdi. Bismillahirrohmanirrohim. Qur'on tilovat etilib, o'tganlar haqqiga duo qilindi. Elga osh tortildi. Bu uchrashuv avvalgilaridan bir muncha farq qilar edi, chunki davlat rahbari qatag'on qurbonlari xotirasini abadiylashtirish bo'yicha qator muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Mustaqil davlat, mustaqil diyor, mustaqil xalq bo'lib yashashimiz bu eng katta Xudo taolaning marhamati, ne'mati va mana shu ne'matga shukronalar aytib yursak, mavlayman to'g'ri bo'ladi. Adolatni tiklash bo'yicha 1850 ta fuqarolarimizni Oliy sudimiz oqladi. Baytaqon bo'lganlarni qarindosh urug'lari, avlodlari, nevaralari, chevaralari buni hammasini bilishlari kerak. Men nima demoqchiman? 9400 tadan ko'proq mahallamizda shu qatag'onga repressiyaga uchragan oilani, xonadonlarini belgi qo'yaylik. Bu yerda bizning qahramonlarimiz o'zbek xalqini, o'zbek davlatchiligini, mustaqilligiga juda katta hissa qo'shgan insonlarga bir belgi bersak, men o'ylayman juda to'g'ri bo'ladi. Adolatli bo'ladi. Shu oilaga munosabatimizni bildiraylik, bu oilani e'zozlaylik. Har bittasini namuna qilib, shu bayram arafasida har yili bir 10 kun nuroniylar, jamoatchiligimiz, hokimlar ularning oilalarini ziyorat qilsak, men o'ylayman bu nur ustiga. Har bittasini hayoti qahramonlik kitob bilan hujjatli film qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bu ham bir tarbiya o'chog'i bo'lishi kerak. Prezidentning bu tashabbuslari tom ma'noda mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash davlat siyosati darajasiga ko'tarilganini yana bir bor isbotladi. Ular aytdilarki, mana meni xotiramda qolgan jarayon bu 31 avgust qatag'on qurbonlarini yod etish kuni mana galstuklar taqib oq ko'ylaklarda kelamiz, osh beramiz, Qur'on o'qiymiz. Shu bilan bo'ldimi? Bu vatan ravnaqi, yurt ozodligi uchun jon fido qilgan insonlarni biz yil davomida biz bularni xotirlashimiz kerak. U Mudofaa vazirligimi yoki bo'lmasam Ichki ishlar vazirligimi, respublika prokuraturasimi qancha insonlar qatag'on qilingan. Bularning nomlarini hammasini biz ro'yobga chiqarishimiz kerak. Eng birinchi navbatda mana shu shahidlar xiyobonida Prezidentimiz ramziy qabr atrofida bildirgan fikrlariga birinchi labbay deb chiqqan bu respublika prokuraturasi bosh prokurorimiz bo'ldi. Davlat rahbari bergan konseptual topshiriqlar ijrosi doirasida bosh prokuror farmoyishiga asosan 300 dan ortiq mutaxassislarni jamlagan ishchi guruh tuzildi. Bosh prokuratura qatag'on davri ma'lumotlari saqlanayotgan arxivlarga kirish va materiallarni to'plashga ruxsat olish uchun avval hamma uchun yopiq hisoblangan 5 ta idora bilan muzokara olib bordi. Natijada ishchi guruhga nodir fondlarda ishlash uchun sharoit yaratib berildi. Hujjatlarni ko'rish asnosida biz kutganimizdan ancha boshqa bir manzaraga duch keldik. Avvalo, jadidlarning nazarida prokuratura bormidi degan bir savol qo'yildi. O'zbekistonda endi Turkiston muxtoriyati haqida harakatlar boshlangan, jadid bobolarimiz o'zlarining erkin, hurriyatli bir davlatini vujudga keltirishga harakat boshlangan 1917-yilning yozida ularning maromnomasida Turkistonning bo'lajak mustaqil Turkistonning qonun chiqaruvchi hokimiyatiga rahbarlik qiladi. 5 yilga xalq tomonidan saylangan bosh prokuror deyilgan ekan. Ya'ni bizi qadim 1000 yillik davlatchiligimizda ham, hattoki turk xoqonligi zamonida ham asosiy davlat rahbarining tayanchlaridan, davlatchilikning asoslaridan bittasi bu yabg'u, ya'ni huquqni tartibga solish. Bu bizga Chor Rossiyasi bilan kirib kelgan emas, aksincha 1000 yillik davlatimizning tub tamoyillaridan bittasi. Dastlabki o'rganishlar prezident administratsiyasi arxivi va viloyat arxivlaridan boshlandi, chunki o'sha davrda ko'plab prokurorlar sobiq partiya safida bo'lgan, ishdan olingan, jazolangan prokuratura xodimlari partiya safidan o'chirilganligi haqidagi hujjatlar aynan shu arxivlarga kelib tushgan. Mana men o'zim shaxsan 4000, 5000 deylik o'sha partiyadan o'chirilganlarning ichidan
yo ikkita yo uchta prokurorni topdim, lekin bu ham juda katta masalan deylik muvaffaqiyat edi. Mana buni natijasida 150 ta qatag'on qilingan prokuror xodimlarini topishga muvaffaq bo'ldik. Qatag'onga uchragan prokuratura tizimi xodimlarining ayrimlari ismi sharifi, tarjimai hollari saqlanib qolgan bo'lsa-da, 1937-1938 yillarga kelib ba'zilarining hujjatlari saqlab qolinmagan. Bunga ularning yo qamalgani, yo surgun qilingani yoki otilgani sabab bo'lgan. Masalan, Urgut prokurori bo'lib ishlagan 1938-yilda o'zining ishxonasidan NKVD xodimlari tomonidan hibsga olinadi. Shundan keyin Toshkentdagi maxsus kollegiyada ko'rilib, qamoqqa hukm qilinadi. 8 yillik qamoq jazosiga 37-yilda. Shundan keyin u kishining izi yo'q. Hozir ikkita nabirasi tirik ekan, bor ekan. Biz o'sha nabiralarni topganimizda ular bittasi bobosini faqat eshitganmiz deyishdi. Ya'ni u bobosi qamoqdan kelib 55-yilda vafot etgan ekan. Urgutda o'sha yili endi u bitta Urgut rayoni emas, juda ko'p rayonlarda rahbariyati xalq dushmani, aksil inqilobiy qo'zg'olonchilar guruhi tuzilgan bu rayonda degan har xil ayblar bilan qamoqqa olinadi. Sen prokuror sifatida mana shularga e'tibor bermagansan. O'zi u kishi prokuror sifatida 1 yil ham ishlamaydi. Quloqlarni o'z himoyangga olgansan deb ayb qo'yiladi. Keyin oxiri oqibat o'zini ham shu aksil inqilobiy guruh a'zosi bo'lgansan degan ayb bilan NKVD qamaydi. O'sha davrlarda prokuratura xodimlari NKVD faoliyatini nazorat qilish kerak bo'lgan tashkilot bo'lsa-da, sobiq sho'rolar o'z funksiyalarini amalga oshirish uchun ularga hech qanday izn bermagan. Aksincha ularning o'zlari o'sha ta'ziqqa uchrab, qatag'onga uchrab ketgan. Mana Metan rayonida prokuraturasining tergovchisi Otabay Karimov 27 yoshli yigit. U ham aksil inqilobiy guruh a'zosi sifatida qamoqqa olinyapti. Lekin o'sha yigitning juda ham jasoratli prokuratura xodimi ekanligini shundan ham bilsa bo'ladiki, u qamalishidan 3 oy, 4 oy oldin respublika prokurori Shedlinga o'sha paytlar ishlagan. Keyin O'zbekiston SSR Ichki ishlar xalq komissari nomiga xat yozib, Metan NKVDsini boshlig'i bo'lib ishlagan Fidyayev, uning yordamchisi Sodiqov, Rahmatullinlar xalqqa juda ham azob beryapti. Umuman begunoh odamlarni qandaydir aksil inqilobiy tashkilot a'zosi deb, xalq dushmani deb qamoqqa olib qiynab ularga solyapti. Buni chorasini ko'rmasa bo'lmaydi degan mazmunda xatlar yozadi. Bunday xatni yozish o'sha davrda 37-38-yillar har qanday prokuratura xodimining qo'lidan kelmasdi. Qarangki, taqdirning nimasi, Shedlin respublika prokurori uni bu murojaatlariga e'tibor qilmaydi. U aytadi, "Meni bu yerdan olib boshqa rayonga tayinlashingizga roziman, iltimos" deb yana murojaat qiladi. Lekin yana prokuror, respublika prokurori uni e'tiborsiz qoldirib, oxir oqibat Fidyayev uni xalq dushmani, aksil inqilobiy guruh a'zosi deb qamoqqa oladi. O'zi ustidan shikoyat qilgan, ularni nohaq qilmishlarini ko'rsatib ochiq aytgan odam aynan shularni qo'lida tushib, qiynoq azoblarga solib, 3 oy, 4 oydan keyin u kasal ahvolga tushib qoladi. Tuzalmay ketadi va 1 yilda ichida hali sud qilinmagan odam NKVDning ichki qamoqxonasida vafot etadi. Yana bir prokuror Mirzo Qo'qonboy Abduxoliqov arab, fors, rus va turk tillarini bilgan. Juda ham zehrli, juda ham masalan deylik o'qishga berilgan bola bo'lganligini va yoshligidan o'sha rus tuzem maktablarida, rus gimnaziyalarida o'qiganligini, arab, fors, rus, tojik tillarini mukammal o'rganganligini. Mana qarang, mana prokuror deyamiz. Haqiqatda haqiqiy prokuror bo'lgan. Buxoro Xalq Respublikasining prokurori bo'lgan inson. 1895-yildayoq Samarqandda sud sohasida va shu bilan bir qatorda mana o'sha devonxonasida tilmoshlik qilgan. Mana shu Jizzax qo'zg'olonida tilmoshlik qilgan o'sha sud jarayonlarida, sud farslarida va 30 dan oshiq bo'lgan jizzaxliklarni o'limdan saqlab qolgan.
Uning uyida jadidlar Vadud Mahmud, Cho'lpon, Munavvar qori Abdurashidxonov kabi ma'rifatparvarlar yig'ilishib turgan. O'sha adliya noziri bo'lib ishlagan paytlarda ham bularning asosiy g'oyasi adolat. Adolatni hayotga olib kirish, adolatni inson hayotiga olib kirish, adolatli jamiyatgina bir insonlarga farovonlik yaratishi mumkinligini bular juda ham puxta tushungan. Va ayni paytda qarang, bu jonkuyar prokurorni qarangda, o'zi qonunda o'zini ishlari ko'p, qo'llanmalar yozgan, o'quv qo'llanmalari. Chunki millat farzandlari tezroq bilimli bo'lsin, millat farzandlari o'z sohalarini yetuk mutaxassislari bo'lib yetishsin degan maqsadda qo'llanmalar ham yozgan. Va bulardan tashqari Mirzo Qo'qonboy Abduxoliqov badiiy asarlar ham yozgan. Mirzo Qo'qonboy Jizzax qo'zg'oloni, Namoz shaykasi, Tog' qizi, Istadjon, Qamchindan qon tomadi kabi tarixiy qissalar yozgan hamda rus tilidan biologiya, antropologiya, zoologiya, botanika darsliklarini tarjima qilgan. Muzaffar Muqimov Qo'qonboy Abduxoliqov hayoti va ijodiga oid ma'lumotlarni kashf etish jarayonida u kishini o'z davrining ayanchli voqealari haqida ochiq yoza olgan jasoratli yozuvchi, publitsist sifatida kashf etganligini aytadi. Inqilobdan avval u kishi viloyat sudida o'sha 17-yilgacha tarjimon vazifasida ishlagan va bevosita o'zi ko'rgan, guvoh bo'lgan narsalar haqida ko'p narsani yozib qoldirgan. Haligi hujjatli qissalar sifatida. Mana shulardan biri u kishining Namoz romani. Chunki o'sha Namoz romanida yozishda shundan foydalanganki, 1905-7-yillarda namoz bir ikki marta qo'lga olinadi, lekin ikki marta ham qochib ketadi. Bir marta to'g'ridan to'g'ri qamoqxonadan qochadi. Milliy arxivda o'sha general gubernatorlikda, Samarqand viloyat gubernatorligini hujjatlarini axtarib topdim va o'sha yerda Namoz Pirimqulov boshliq guruhning ishlari haqida hujjatlar qolgan ekan. Men o'zim juda ham ishonch hosil qildimki, Qo'qonboy Abduxoliqov haqiqatan ham o'zi ko'rgan narsalarni yozgan ekan. U kishining yozganlari dokumentalniy, haligi hammasi hujjatlashtirilgan. Mana Jizzax qo'zg'oloni. U kishi shu Jizzax qo'zg'oloni qatnashchilari ustida olib borilgan tergovda tarjimonlik qiladilar. Shu rus tilini juda ham yaxshi bilganlar. Mana shu tarjimonlik qiladi va o'shalar asosida Jizzax qo'zg'oloni qissasini, ya'ni hujjatli qissani yozadi. Bu kitoblarni Qo'qonboy Abduxoliqov asarlarini chop etish, uni yaxshigina nusxada chop etish payti keldi. Uni chunki bular faqatgina badiiy narsalar emas, bular o'zida mana bu tarixiy voqealarda guvohi bo'lgan odam tomonidan yozilgan narsa. Hozir unday kitoblar yo'q bizda. Izlanishlar davomida ishchi guruh qatag'onga uchragan prokurorlarning shaxsi, oila a'zolarini topish bilan birga ular yashagan manzillar, yangi tarixiy binolarni topishga muvaffaq bo'ldi. Tadqiqotlar huquq sohasiga oid bo'lsa-da, boshqa sohalarga tegishli yangi kashfiyotlarga ham beixtiyor duch kelindi. Ilk kashfiyot, birinchi kashfiyot bu san'atshunoslik sohasida bo'ldi. Mirzo Qo'qonboy Abduxoliqovga tegishli mashhur rassom Pavel Benkov tomonidan chizilgan kartinani topilishi ilk mana shu ishchi guruhi yo'lga qo'ygan qadamlar orasidagi birinchi kichik kashfiyot desak ham bo'ladi. Bu biz uchun juda ham hayajonli bo'lgan. Naim Karimovning esdaliklari, qo'lyozmalariga duch keldik. U inson o'sha Mirzo Qo'qonboy Abduxoliqov portreti san'at muzeyida saqlanadi degan jumlani oldik va 2-3 foto suratlari bor, turli davrlarda tushgan, hatto o'sha qaralik paytlarda tushgan va keyin san'at muzeyida Benkovga tegishli 3 va 4 dona portret asarlari saqlanadi. Ana shu o'sha 3-4 portret asarini identifikatsion ekspertiza o'tkazgan holatda, vizual ekspertiza o'tkazgan holatda mutaxassislar bilan aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Bu shunday xronologiya ediki, manbalar vaqt va makon haqidagi faktlar bilan zanjir misoli bog'langan edi. Tabiiyki, ularni alohida o'rganib bo'lmaydi va yaxlit bir tarixni yuzaga chiqarishga imkon beradi. Pavel Benkov har kimni ham suratini chizmagan. Ya'ni ma'lumki, uni portretlarida faqat o'zini yaqinlari, do'stlari va juda ham unga yaqin bo'lgan insonlargina portretlarda aks ettirgan. Shuning uchun ham biz o'sha Pavel Benkov haqida o'ylaganimizda Mirzo Qo'qonboy buni eng yaqin qo'shnisi bo'lganligi aniqlandi. Ya'ni
ya'ni u yashagan o'sha tarixiy shaharda ular yonma-yon qo'shni bo'lishganligi, juda ham chiroyli suhbatlar olib borishganligi va fikran qalban yaqin insonlar bo'lganligi haqidagi ma'lumotlarga duch keldik. Benkov mana shu rasmni chizgandan so'ng ozgina vaqt o'tgandan keyin Mirzo Qo'qonboy Abduxalikov vafot etadi. Shu sababdan keksa qariya chol portreti deb nomlangan bu portret. Bundan juda ham ta'sirlangan, o'zini eng yaqin do'stini yo'qotgan mashhur rassom ham buni vafotidan keyin dunyodan 2-3 oy o'tgandan keyin ko'z yumadi. Ishchi guruh a'zolari tomonidan Jizzax viloyati arxivlaridagi hujjatlarni o'rganish jarayonida huquq-tartibot organlarida xizmat qilgan 18 nafar shaxs aniqlandi. Ayni kunda ularni tegishli tartibda oqlash choralari ko'rilmoqda. O'rganishlar jarayonida ishchi guruh 1912-yilda Jizzax shahrida qurilgan Qizil armiyachilar nomi bilan ataluvchi shtab binosi va zindon borligini ham aniqladi. Mirzo Qo'qonboy Abduxoliqovning Jizzax qo'zg'oloni asarida aynan ushbu zindonga qo'zg'olon ishtirokchilari tashlanganligi yozilgan. Binoning yerto'lasida 17 ta maxsus kamera va maxsus tergov hibsxonalari mavjud bo'lib, unda 1916-yilgi Jizzax qo'zg'oloni ishtirokchilari saqlangani va qatag'on davrida foydalanilganligi aniqlandi. Mana hozir ko'rib turganingizdek, hozir 17 ta maxsus kameralar 3 qismga bo'lingan. Bu birinchi qism, mana bu o'rtadagi ikkinchi qism va 3-qismga bo'lingan. 17 ta kameralarda ichidagi mahbuslarni o'zini tutishi, ularni kuzatish uchun maxsus qurilmalar mavjud. Mana qarang, hozir mana bu kameradagi qurilma, shunday mana bu yerdagi qurilmalar juda yaxshi takomillashtirilgan darajada ishlangan. Hozir mana shu tuynuqdan qaraganda ichkarida 8 ta mahbus o'tirgan bo'lsa, juda tiniq. O'sha mana shu yerda o'tirgan mahbus, mana devor oldida o'tirgan mahbus bilan oxir o'tirgan mahbusni bir xil ko'rasiz. Juda yaxshi ishlangan. O'sha 1912-yilda qurilganda qanaqadir arxitektura juda chiroyli ishlagan mana shu qurilmani. 1912-yilda qizil ko'rib turibmiz, qizil pishig'ichdan ishlangan. Mana bu yerda endi hozir boshqa narsaga foydalanilgan bo'lgan, mana shu bittalik kameralar bor. Ko'rsangiz, mana eshigiga kichikroq, ularga nisbatan kichikroq, mana bittalik. Bu yerda umuman quyosh nuri tushmaydi bu yerga. Yorug' tushmaydi. Endi bu yerda bu kameralarda o'zi bir kun o'tirishni o'zi u har bir insonga yetadi. Surishtiruv o'tkazyapmiz hozir. Mutaxassislar jalb qilamiz. Bu yerda aytishlariga qaraganda hozir ma'lumotlarga ko'ra yer osti yo'li mavjud. Chunki o'sha 1912-yilda qurilgan bo'lsa, 16-yilda Jizzax qo'zg'oloni sodir bo'lgan. Qo'zg'olondagi o'sha rahnomalar olib kelib qo'yilgan, saqlangandan keyin ularni xalq o'rtasida olib chiqib ketib bo'lmaydi. Olib kelsa yana xalq ko'tarilishi mumkin. O'shaning uchun maxsus yo'laklar bor. O'sha yo'laklar hozir ishga olib borilyapti, aniqlash bo'yicha. O'sha yer osti yo'laklari bilan bu yerda uzoqroqdan chiqib, demak boshqa joylarga olib etap qilinganligi bo'yicha ma'lumotlar bor. Hozirlar bo'yicha ish ketyapti. Ijodiy guruhimiz zindonni tasvirga olish jarayonida ichki ishlar sohasida 33 yil ishlagan iste'fodagi polkovnik Hamdam Sarvarovning xotiralarini tingladi. Ammamdan eshitganman, Jizzax qo'zg'oloni boshlanishi O'ratepa qishlog'idan boshlanib, oqirg'anlik, bu yerda Eronni, zargarlik hammasi qo'shilib ana shu yerga yig'ilgan bo'ldi. Yig'ilib endi avom xalq o'zini haqni, erkinligini so'raganda endi Chor Rossiyasini o'sha askarlar bostirib kelib ogohlantirmasdan o'tgan. Qo'rqib to'xtagandan keyin ko'tarilgan odamlar o'shalarga boshchilik qilgan Haydar Kulol degan bo'lgan yana boshqalar o'sha yerda ana shular kelib, shularni olib kelib yerga tiqadi. Endi mana hozir ko'rib turibsizlar, bu yerda o'zi ketsa bir 70 ta odam ketadi kameraga. Bu yerga bir 300-400 odam olib kelib tiqqan bo'lgan. Qolganini Uchtepaga surgun qilgan. Qo'zg'olon bosti bo'lgandan keyin buni orqasidan bular Chor Rossiyasini o'sha hukmdorlari ziyolilarni olib kelib tiqqan yana. Angliyada o'qib kelganlar bo'lgan, boshqalar o'qib kelgan bo'lgan. Mana ishga qaraganda mana bu yerda bir tuyni bo'lgan. Ana shu yerdan borib Oqiy zavodga borib ishlatib kelishgan. Yer osti yo'li bo'lgan. Yer osti yo'li bo'lgan. Shu yer osti yo'li bilan
Endi uni men bilmayman, lekin eshitishimiz. Yo'q, ishonmaymiz siz? Mana turibdi. Turkiston muxtoriyati uchun jon kuydirgan Bo'taboy Dadaboyev, O'zbekistonning bosh prokurori Ahmadbek Mavlonbekov, Badriddin Sharipov, Muhammadjon Mo'minov kabi o'sha davrning huquqbonlari, jadid taraqqiy parvarlari bilan yelkama-yelka turgan insonlar nohaq jazolandi, o'ldirildi. Kitob yaratish chog'ida 100 ga yaqin qatag'on qilingan qozilar, sudyalar, ichki ishlar organlari xodimlari, huquqshunoslar, adliya vazirlari haqida ham ma'lumotlar shakllantirildi. Yangi ma'lumotlarni o'rganish uchun ilmiy xodimlar Rossiya, Qozog'iston va Turkiya davlatlariga yuborilishi rejalashtirilgan. Kattaqo'rg'onda aynan shunday jadidchilik harakatini, ya'ni yosh shogirdlardan biri yana O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi prokurori Badriddin Sharipov bo'lib chiqyapti. Ya'ni bu insonlar keyinchalik birinchi bo'lib Sovet qatag'oniga uchraganligi qiziqarli edi. Ya'niki Sadulla Qosimov ishi deb, Kasimov shina deb Sovet davlatida butun Moskvadan tortib butun bir davlatni larzaga solgan bir ish bor, uydirma ish bor, Sovet qatag'oni bor. Biz albatta bilardik bunaqa ishlar borligini, lekin aynan huquq sohasidan bu o'sha yirtilish sodir bo'lganligini sinish nuqtasi aynan sababi shu yerda bu ziddiyat to'xtashganki, qonun yo'q mamlakatda yashash hech kim uchun xavfsiz bo'lmaydi. Ya'ni Ahmadbek Mavlonbekovning 3 ta maqolasi bor. Mazmuni demak Sovet mamlakatida avj olayotgan qonunsizliklar va GPUning, ya'ni Sovetning siyosiy idorasining o'sha qonunlarni nazar pisand qilmasdan o'ziga davlatga dushman bo'lgan kimsalar deb o'ziga yoqmagan har qanday insonni ustidan jinoyat ish qo'zg'ayotganliklarini jazoga torta boshlaydi va bunga aynan birinchi bo'lib otilib qarshi chiqqan tashkilot prokuratura va Ahmadbek Mavlonbekov ekan. Shunday qilib, Sovetlar davrida kuch ishlatar tizimlarda ishlab, millat ozodligi uchun kurashgan haqiqiy millatparvarlarni tanlab, kitobga kirgizish tarixchilar uchun oson bo'lmadi. Nega degan savol ko'pchilikni o'ylantirishi tabiiy. Har doim ham arxivga ishonib bo'lmaydi. Arxiv o'sha sho'ro mamlakati o'zining amalga oshirgan ishlarining yaxshisini ko'rsatishga xizmat qilgan bir idora. Bu jazo tashkiloti bo'lganligi uchun ba'zi insonlar irodasi yoki bo'lmasa yetarli ilmga ega bo'lmagan insonlar tezda o'zligini yo'qotishiga olib kelgan va o'sha turli jinoyatlar bilan yoki poraxo'rlik bilan, korrupsiyaga o'xshagan holatlar bilan haqiqatan yo'l qo'ygan odamlar ham bo'lgan. Mana shunday odamlarning ham nomi bu kitobga tushib qolishidan xavotirlik holat bor edi va buni biladigan, ertaga uyat bo'lmasligi uchun demak imkon qadar buni ko'rish kerak edi va shu uchun ko'rilgan o'sha o'nlab manbalarning ichidan haqiqatni topib olishga harakat qilindi. Jadid prokurorlar nohaq repressiya jarayonlari haqida Turkistondagi qator davriy matbuotda maqolalar e'lon qilib borgan. Ishchi guruh arxivlarda saqlanayotgan Turkiston, Qizil bayroq, Qizil O'zbekiston, Bilimlar o'chog'i, Inqilob, Inqilob shu'lasi kabi bir nechta gazeta va jurnallarda bosilgan maqolalarni sinchiklab o'rganish chog'ida qiziqarli ma'lumotlarga duch keldi. Masalan, Ahmadbek Mavlonbekov Qizil bayroq gazetasida bir maqolasida yozadiki, bosmachilik harakatini tezroq daf qilish, ularni o'sha o'lkadagi eng katta bir yomon bir kuch ekanligini yozadi. Go'yoki bu o'sha bosmachiga, milliy istiqlol qahramonlariga qarshidek Ahmadbek Mavlonbekov. Lekin amaliy faoliyati ularga yordam. Mana bunday holatlar bor. Amaliy nuqtai nazardan Fayzul Hajjayevlar bilan birga Turkistonda amalga oshirilayotgan Ibrohimbek laqay bo'ladimi yoki vodiydagi mana Said Nosirxon, Said Kamolxon To'ra o'g'illari bilan maxfiy tarzda yozishmalar olib borib, ularni turli xil o'sha qurol-yarog' bilan yoki o'sha bir ularga kerakli bo'ladigan strategik bir aytaylik ma'lumotlar bilan yashirincha ta'minlab turgan. Hatto u aytadiki, o'sha maxfiy bir nima yig'inda agar biz ruslarning bu talabini bajaradigan bo'lsak, biz Turkistonni kelgusida mutlaqo nima qila olmaymiz, birlashtira olmaymiz. Qo'limizda hech qanday davlat boshqaruviga oid bo'lgan atribut qolmaydi deb ta'kidlaydi. Lekin zamon mana shunday bir murakkab vazifani qo'ydiki, bir davrda ikki xil odam bo'lib yashash.
Abdurahim Yusufzoda 1920-1924 yillar Buxoro Xalq Sovet Respublikasi Adliya xalq noziri va respublika prokurori bo'lib ishlagan. Uning tashabbusi bilan Buxoro shahrida 3 ta sud binosi barpo etilgan va hibsxonalar tarixiy me'moriy obidalardan chiqarilib, muzeylarga aylantirilgan. Abdurahim Yusufzoda asl andijonlik bo'lgan, juda bir musulmoncha bilim olgan, madrasani o'qigan, boshqagan, keyin Buxoroga borgan. Buxoroda madrasada o'qib turib, shu madrasada mudarris bo'lib qolgan. Mana shu Buxoro inqilobida ham u faol qatnashgan. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi bo'lgandan keyin Xalq Sovet raisi Fazlullo Xo'jayev va Abdurahim Yusufzoda Adliya vazirligi, prokuratura xodimi, prokuror rahbari sifatida katta faoliyat ko'rsatgan. Keyin bu shu vaqtda o'zbeklardan chiqqan birinchi diplomat bo'ldi. Afg'onistonda elchi bo'ldi. Uni yana qaytib keladi Buxoroga, elchi qilib turib Moskvaga boradi. Hatto Buxarskiy жизнь, Buxoro hayoti degan jurnal tashkil qilgan. Moskvada chiqqan. Buxoroni sovetlar tomonidan o'qqa tutgan vaqtda ko'p tarixiy obidalar shikastlangan edi. Moskvada turib akademik, professor, arxitektura sohasidagi mutaxassis bilan gaplashib turib, Buxorodagi tarixiy obidalarni restavratsiya qilish bo'yicha shartnoma tuzadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi mutaxassislari 1930-yillarda Qoraqalpog'iston prokuraturasida ishlagan va qatag'onga uchragan 30 nafar xodimning ismi shariflarini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. 1955-1960-yillar arxiv hujjatlarida qatag'onga uchragan insonlarning qarindoshlari tarafidan yozilgan arizalarni o'rganish asnosida 59 kishi oqlangani, ularning 3 nafari prokuratura xodimlari bo'lgani oydinlashdi. 30 inson bo'lатын bo'lsa, buning bir 6-7ning hozircha avlodlarini bilуге aniqladik. Mine sularning ichida Bekman Tajiyev, Annaqlish Adakayevlarning farzandlari de keyingi davrda Qoraqalpog'istonning har taraflama rivojlanishına үлес qo'shgan adamlar bo'lib hisoblanadi. Mine o'sha vazifalarning natijasida tarixiy xatira beqiyos kitobini Qoraqalpog'istonda prokuratura tarafından istegan adamlardan 11 adam kirgizildi. Qatag'on qurbonlari xotirasi Davlat muzeyi direktori, tarix fanlari doktori professor Baxtiyor Hasanovga ko'ra, ishchi guruhga juda ko'plab hamyurtlarimizdan murojaatlar ham bo'ldi. Shunday yurtdoshlarimizdan biri foto muxbir Rustam Sharipov bo'lib, u o'z murojaatida bobosi Azimjon Sharipovning faqat ismi sharifini bilishi va 1937-yilda Sayz Pechatda gazeta sotuvchi bo'lib ishlayotgan kezlarda Sovet hukumati askarlari tomonidan hibsga olinganligini aytadi. 6 yoshli bola edim, 6-7 yoshli bola. Buvim gapiraverardilar, juda o'qimishli odam bo'lgan, uni katta odam bo'lgan, lavozimi Gajavali ot fayetonda uyga kelib ketardi deb gapirardi. Endi men xayolimda shu narsa gap qoldi, esimda qoldi, lekin uni surishtirganimiz yo'q. Sal aqlim tanagandan keyin sekin yozish boshladi, shajara hisobida. Adam kim bo'lganlar, adasi kim bo'lgan deb yozgandan keyin aytishdi shunaqa Azim Sharipov bo'lgan dedilar. Lekin ularni xalq dushmani bo'lib olib ketishgan, uyga kelmaganlar deyishdi. Kitob yozishga kirishgan ishchi guruh a'zolari Rustam Sharipovning bobosi haqidagi ma'lumotlarni dastlab Toshkent shahri arxivlaridan qidirib ko'rishdi, lekin hech qanday natija bo'lmadi. Shundan so'ng Baxtiyor Hasanov shogirdlariga boshqa viloyatlar arxivlarini ham ko'rishni tavsiya etadi. Muzey va prokuratura xodimlarining astoydil sa'yi harakatlari natijasida Qatag'onga uchragan Azimjon Sharipov haqida yangi ma'lumotlar topildi. Bahrom Mirzayev degan shogirdim bor. 3 kundan keyin xursand bo'lib kelib qoldi. Baxtiyor aka Buxorolik ekan Azimjon Sharipov. Otalari madrasaning mudarrisi bo'lgan ekanlar. O'zlari ham madrasalarda o'qigan inson bo'lgan ekan bu odam. Va hattoki yosh Buxoroliklar tashkilotining a'zosi bo'lgan ekan. O'sha 1920-yilda Buxoro Xalq Respublikasi o'rnatilgan paytda 1920-yildan 21-yilgacha bo'lgan davrda u kitoblar noziri bo'lgan ekan. Nozir degani vaziri bo'lgan ekan. Va 1921-yilda u
adliya vazirining o'rinbosaridan to adliya vazirigacha bo'lgan lavozimlarda ishlagan ekan Azimjon Sharipov. Mana sizga gazet sotuvchi kim bo'lganligi. Tadbirda uchrashib qolgandik, men aytdim, Baxtiyor aka, mana shunaqa bo'lgan, menga yordam bering deb so'ragandan keyin, bir oy o'tar o'tmas ofisga chaqirib, Rustam aka, siz bilasizmi, kimni nevarasiz bilmayman degandan keyin, tikka turgan joyida mana shu xatni o'qib berib, "Dadingiz mana shunaqa bo'lgan" deb hammasini tushuntirib bergandan keyin xursand bo'lganimdan bu kopiyasini olib butun amakivachalarimga hammasiga tarqatib chiqdim. Ishchi guruhi ishlab, arxivlardan qidirib topib, xotirani tiklab berishdi-ku. Sharipov o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni to'liq inkor etgan. Lekin NKVDning troykasi 5-noyabr kuni 1930-yilda ayblovni bo'yniga qo'ygan. Aybni o'ziga olmagan odamni bu tuzumga qarshi deb otilgan o'sha yerda. O'sha joy bizga o'sha Albast ko'prigini taxmin qilishadi, o'sha yerga olib borib kechasi hammasini olib borgan. Shunaqa taxminlar bor. Bechoralar qanday azob yegan? Qatag'on O'zbekistonda Rustam Sharipovning bobosiga o'xshagan 10 minglab taraqqiyparvar insonlarni yo'q qildi. Surolli yillarda millat oydinlari qatl etildi, qamoqqa tashlandi. Uzoq o'lkalarga surgun qilindi. Minglab oilalar barbod bo'ldi. Begunoh insonlarning beshiklaridagi bolalarigacha ayalmadi. Ayollarning qornidagi homilasigacha yo'q qilindi. Hatto qari ota-onalarga ham shafqat qilinmadi. Jadidlarning farzandlariga uzoq yillar xalq dushmanining farzandlari deb qaraldi. Shu bois ham prezident tashabbusi bilan O'zbekiston prokuraturasi tomonidan qatag'onga uchragan jadid prokurorlarning xotirasini tiklash bo'yicha ezgu ishlar amalga oshirilmoqda. Ekspeditsiya davomida O'zbekiston SSRning birinchi prokuraturasi binosi Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida joylashgani aniqlandi. Bu yerda Kattaqo'rg'ondan chiqqan Respublika prokuraturasida ishlagan Do'stmuhammad Ustaboyev, Badriddin Sharipov singari shaxslar ishlab yashaganlar mana shu bino atrofida. Bu binoning yana bir topilish tarixi ham qiziqki, ko'p yillar ilgari men talaba edim. Dadam bilan birga shahar aylandik. Shu binoning oldidan o'tayotganimizda dadam rahmatli aytib qoldilarki, men bolaligimda akam bilan shu binoga ko'p kelar edim. Dadam akalari Xushvaqt Muqimov Badriddin Sharipov bilan ancha qadrdon bo'lganligini va shaharga tushganda albatta Badriddin Sharipov bilan uchrashib, ikkovlari suhbatlar qurib ketganligini va shu narsa dadamning xotirasida qolgan ekan. Men Bosh prokuratura huzuridagi Qatag'on qurbonlarini aniqlash bo'yicha ishchi guruhi a'zosi bo'lgandan keyin bu voqeani ishchi guruhimiz rahbari o'rinbosari Oybek Sultonovga aytib berdim va u kishi juda qiziqib qoldilar. Chunki o'sha davrlarda prokuratura, sud binolari bo'lib xizmat qilgan inshootlarning anchasi yo'q bo'lib ketgan vaqt o'tishi bilan, lekin shu Kattaqo'rg'ondagi shu bino saqlanib qolgan ekan. 120 yil oldin qurilgan ushbu tarixiy imorat hozirda qarovsiz holda bo'lib, prokuratura aralashuvi bilan madaniy meros obyekti ro'yxatiga olindi va rekonstruksiya ishlari boshlandi. 2023-yil 19-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi muzeyida yurtimizda taniqli akademiklar, professorlar, adabiyot va san'at namoyandalari va faxriy prokurorlar va ommaviy axborot vositalari ishtirokida mazkur kitobning taqdimoti o'tkazildi. Men avvalo O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga, xususan bosh prokurorimizga, u yerdagi akademiyamizning olimlariga, Qatag'on qurbonlari bilan shug'ullanayotgan olimlarimizga bir chin ko'ngildan bir minnatdorchilik bildirib, bir rahmat aytmoqchimanki, 2000 dan ortiq hujjatlarni o'rganib chiqishdi. O'sha fitratlarni qatorida, cho'lponlarni qatorida, behbudiylarni qatorida, munavvar qorilarni qatorida, qodiriylarni qatorida qanchadan qancha prokuratura tizimi xodimlari ham mana shu ulug' maqsad yo'lida xizmat qilganligini bu kitob bizga ochib beryapti-da.
bugun biz uchun aynan mana shu vatanparvarlik ruhi muhim. Ongda, tafakkurda yangi bir uyg'onishlarni kamolga yetkazish, millatni butun bir gullash, bir saodatiga olib chiqish jarayonida aynan mana shu ruh, mana shu qismatlar, mana shu fidoyiliklar, mana shu sadoqatlar biz uchun eng katta vatanparvarlik, fidoyilik, sadoqat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Kitob ishchi guruhning katta mehnatlari evaziga jadid bobolarimizning og'ir qismati bilan bog'liq aniq faktlar va manbalar asosida nashrga tayyorlandi. Har bir raqam ilmiy manbalar bilan solishtirildi. Shu bois noshirlar uchun kitob g'oyasi va zamon ruhini, suronli yillarning haqqoniy manzarasini o'quvchiga yetkazish oson bo'lmadi. Ben bunu faxr bilan aytmoqchiman, iftixor bilan aytmoqchimanki, bu birinchi bor tayyorlangan kitob. Prokuratura sohasining fidoyilari haqida, prokuratura sohasining yetakchilari haqida va prokuratura sohasining jadidlari haqidagi bu birinchi kitob. Biz jadid prokurorlarni ruhini qanday qilsak shod bo'ladi degan masala ham turardi-da. Bu yerda kitobni o'sha ayniqsa tahrir joylarini, bezaklarini va aytaylik kitobni g'oyasini birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Boshqa ishlarni hammasi kitob atrofida bo'layotgan ishlar shu g'oyaga xizmat qilish kerak. Men nazarimda ijodiy guruh juda samarali ishladi. Men avvalo o'sha prokuratura xodimlarining o'zlariga minnatdorchilik bildirmoqchimanki, ular bizga yetarlicha ma'lumotlarni berdi. Umuman bize yakdil bo'lib ishladik. Mangulik osmoniga o'z nomini bitib ketgan bobolar haqidagi kitob ularga qo'yilgan haykaldir. Motam ruhini beruvchi shafaqrang, uzgun hislarni ifoda etuvchi chizgilar, bir so'z bilan aytganda muqovadan tortib sahifalarda aks etgan detallar tutqun, erkini yo'qotgan insonlar qismatidan so'zlaydi. Shu tarzda prokuratura xodimlari Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi bilan hamkorlikda Rossiya va O'zbekiston arxivlaridagi 2000 dan ortiq tarixiy hujjatlarni o'rgandi. Faqatgina 1917-1940 yillari 150 nafar prokuratura xodimi qatag'on qilingan. Shulardan 30 nafari otib tashlangan. Qatag'onga uchraganini hali bugun ozgina fursatda aniqladik. Ya'ni bu bilan aytmoqchimanki, bizning ishimiz yana davom etishi kerak. Mana shu qilib turgan ishimizni grantga taqdim qildik. Katta miqdorda grant yutib oldik. Davomli jildlarimiz nashr etiladi va biz bilan to'xtab qolmaydi deb umid qilamiz va bizdan keyingi avloddan bu ishlarni davom bo'lishi kerak deb hisoblaymiz. Tarixiy xotira beqiyos kitobining birinchi jildida 40 nafar Qatag'on qurboni taqdiri hikoya qilinadi. Ularning 10 nafari davlat va siyosat arbobi darajasidagi kadrlar bo'lgan. Ushbu kuchli shaxsiyat egalari xotirasini abadiylashtirish orqali katta insoniy burch bajarilmoqda. Vatanparvarlikka, millatparvarlikka yo'g'rilgan o'zbek merosining yangi sahifalari ochilmoqda.